Shirali go'shtlardan mayin no'xat sho'rak tayyorlashga harakat qilamiz. 1 daqiqa vaqt ajratib kuzatsangiz, qanchalik o'xshaganini bilib olamiz. Kerak bo'lar mol go'shtining kachalka hamda to'piq qismining do'sti. 1 kun oldin yuvitilgan no'xatlarni ustiga suv solamiz to'lguncha usti. Qaynab chiqishi bilan bari ko'pigini olamiz aniq. Shu sabab taomning rangi chiqar, chiroylik va tiniq. Taomning umumiy pishishiga 4 soat kifoya etar naqd. Go'sht va no'xat xil-xil pishar bu vaqt. Ba'zi mahsulotlarni yashirincha solib ishlatmadik lof, tuzning o'zi kifoya qilar, taomning asl ta'mini saqlanib qolishiga sof. Go'shtlarni qozondan chiqarib olamiz ehtiyotkorlik bilan asta. Shunday xil-xil taomlarni iste'mol qilib turilsa, inson bo'lmas aslo xasta. To'g'ralgan paylar va sariyog' taomning ziynatiga qo'shar zeb. Bir marta bu taomni yeb ko'rsangiz, axtarib yurarsiz yana bormi deb. Kamtarona taomimiz ham tayyor bo'lib bormoqda asta-sekin. Mana 2 qoshiq yeb ko'rsangiz, keyin unutib yuborasiz bugun qaysi kunu, qaysi sana. Tayyorlayotgan taomlarimiz va retseptlarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, shudir kaminaga asl huzur. Bilib bilmasdan xatoga yo'l qo'yayotgan bo'lsak, avf etkaysiz, tutkaysiz ma'zur. Hamisha xizmatingizga Shaydar Kamina Abdulloh. Salomat bo'lgaysiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.